Assalamualaikum qarindoshlar, Ta'limlar kanaliga hoş geldinglar. Bugun biz bolalarni xo'rlashning, ularning miyasining taraqqiyotiga ko'rsatilgan ta'siri haqidagi bir ilmiy maqolani sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu videoni ma'lum bir qarindishimizning taklifiga asosan diqqatingizga sundik. Bu maqolda asosligi jismoniy jihatdan xo'rlash va psixik jihatdan xo'rlashning ta'siri bilan tunishib o'tamiz. Bolalarni xo'rlash tuvandagidek 4 turni o'z ichiga oldi ekan. Birinci, jismoniy jihatdan xo'rlash, ya'ni urush, tepish, shapaloqlash degandek zo'rava usullar orqali jismoniy jihatdan azoblashni ko'rsatgan. Ikkinchi, psixik jihatdan xo'rlash, so'z bilan qo'rqitish, mavjudlikqa silqirash, qarindoshlar aro kamsitish, bolalarning oldida ayolning urushishi qatorliqlar orqali hissiyot jihatdan azoblashni ko'rsatgan. Uchinchi, oldin xabar olmaslik, tomoq bermaslik, balalarni maynachilikda qaldirish, og'ir kasal bo'lsa-mu doktorxonaga aparmaslik, maktabga avatmaslik, balalarni tashlab o'tish, oiladagilarning yoki boshqalarning xo'rlashini ko'rmasga silish qatorliqlarni ko'rsatgan. To'rtinchi, jinsiy parakandishlik. Bu to'g'riliq tushuncha bermasa ham bo'ldi deb qarayman. Yaqinqi tadqiqotlarda psixik kasalliklarning bir qismi miyaning taraqqiy qilish jarayonida zarbaga uchrash sababidan shakllandi deyilgan. Tadqiqotchilar bu zarbani xo'rlanishni o'z ichiga oldi deb qaraydi ekan. Harvard universitetidan doktor Martin Taker degan kishi xo'rlashning ta'siri bosqichliq zanjirsimon bo'lishi mumkin degan farazni o'tirib qo'ygan. Maqola avtori Harvard universiteti bilan elib borgan birlashma tadqiqotda balliq davrida normalsiz muomala, ya'ni xo'rlash, tan jazosi qatorliqlarga uchragan kishilarning miyasini magnitlik rezonans tasviri, ya'ni MRI da ko'zitib miyaning shakli va funksiyasidagi o'zgarishlarni tekshirgan. Natijada psixik jihatdagi besimning miyaga ko'rsatilgan bir qancha xil ta'sirini aniqlab chiqqan. Bu tadqiqotda tan jazosi va so'z jihatdagi xo'rlashning bolalarning miyasining taraqqiyotiga ko'rsatilgan ta'sirini tekshirish orqali to'ndagidek natijalarga erishgan. Birinchi, so'z jihatdagi xo'rlash. So'z orqali xo'rlashning bolalarning miyasiga ko'rsatilgan ziyni aniq ko'rsatilgan. Onasidan tug'ilmasang bo'ptikan deganga o'xshash gaplarni anglagan ziyonkashlikka uchrag'ishlarni yig'ib miyasini tekshirganda cho'ng miya postlar qavatidagi so'zlash, ijtimoiy aloqa qatorliq muhim funksiyalarni o'taydigan anglash rayonining bir qismining hajmining normal kishilarnikiga solishtirganda kengayganligi bayqalgan. Shundaqla haqoratlik so'zlarning darajasi oshgan sari ta'siri shuncha cho'ng bo'lgan. Bu yerdagi anglash rayoni boshqalarning so'zini tushunish, so'zlashish qatorliq ijtimoiy aloqada oshqushliq rol o'ynaydigan rayon ekan. Bu yerda uning bir qismining hajmi kengaydi deganlik, bu rayonda tangpungsizlik ko'rilib, normal funksiyasi ta'sirga uchraganlikqa tang deb tushundim. Miyaning taraqqiyoti nuqtasidan qaraganda, bolalarning miyasidagi neyronlar o'zaro bir-biri bilan to'g'ri shaklda bog'lanishliq bo'lg'achqa, bir nerv hujayrasi buzilib, ma'lum yo'lning yetkazilishi to'sqinlik uchursa-mu, boshqa yo'llar to'liqlab ketalaydi ekan. Lekin buningda neyronlar o'tirsida elektr signalini yetkazadigan tugullar ko'plab shakllanib, bir g'idiqlanish atrofdagi noma'lum nerv hujayralariga yetkazilgan bo'lg'achqa, zarur bo'lmagan umumyuzlik g'idiqlanishni keltirib chiqarib, cho'ng miya metabolizmiga haddan ziyoda yuk bo'lib qoladi ekan. Natijada energiya sarfiyoti eshib, uchur yetkazish unumi tuvallash xavfini keltirib chiqardi ekan. Buningga qarta tug'ilib 1 yil bo'lgan vaqtlardan tartib toki yoshlik mezgili, hattoki quramiga yetkichi bo'lgan orliqda, ya'ni miyaning taraqqiy qilish bosqichida ortiqcha miya turlari va tugullar tozalanib turdi ekan. Bu orqali uchur yetkazish unumi yuqori ko'tarildi ekan. Afsuski, bolalar so'z jihatdan doim xo'rlanishga uchraganda, miya tugullarning tozalanishi to'sqinlik uchrab, miya turlarida ibtidoiy o'rmonlikqa o'xshash holat shakllanib, boshqalarning so'zini tushunish yoki so'zlash qatorliqlarda ortiqcha zo'riqish kelib chiqadi degan natijani chiqargan. Shunga tug'ilmasang bo'ptikan yoki o'lguning yaxshi degandek haqoratli gaplarni davomli anglayverganda, anglash tizimiga ta'sir qilib qolmay,
aqliy iqtidori, tushunish iqtidori qatorliqlarga aks ta'sir ko'rsatganligi o'tirib qo'yilgan. Söz orqali xo'rlash jismoniy jihatdan yaralandirmagan bilan yurak va miyani zidi qilg'achqa uningga sal qarashga bo'lmaydi deb xuloslagan. Ikkinchi, ig'ir tan jazosining miyaga bo'lgan ta'siri. Balliq davrida ko'p qatim tan jazosiga uchraganda harakat to'salg'isi, kayfiyat to'salg'isi qatorliq har xil psixikalik kasalliklar kelib chiqadiganligi isbotlangan. Bu tadqiqotda tan jazosining miyaga bo'lgan ta'sirini tekshirib, uzoq vaqt ham o'zliksiz tan jazosiga uchragan kishilarning magnetlik rezonans ta'sirini analiz qilganda, oldi miya postliq qavitining hajmi 19.1% kichikliganligi isbotlangan. Bu rayonning bir qismi kayfiyat va tafakkurni kontrol qilib, jinoyat o'tkazishni tezginlash iqtidoriga ta'sir ko'rsatgan rayon ekan. Undan boshqa, diqqatni yig'ish, qaror chiqarish, eslashlik qatorliqlar bilan munosabatlik rayonning hajmi 16.9% kichikliganligi. Narsalarni tunish iqtidori bilan munosabatlik bo'lgan rayonning 14.5% kichikliganligi ma'lum bo'lgan. Tan jazosi bilan tarbiyaning chegarasi aniq emas bo'lib, ota-onalar tarbiya qilaman degan taqdirdami, ochiqni bosolmay tan jazosiga aylanib ketishi mumkin deb qaragan. Bugun mush yergacha bo'lsin, bu maqolani ikkiga bo'ldim. Davomini yana ota-onalarning bir-birini xo'rlaganligini ko'rishning bolalarga bo'lgan ta'sirini keyingi videoda o'rtoqlashaman. Anglab berganingizga rahmat. Yoqtirgan bo'lsangiz, barmoq belgisini besib qo'ying. His qilganlaringizni intikaz shaklida qoldirib qo'ysangiz, hammalarga foydasi tegsa ajib emas. Rahmat, kelar qatim ko'rishaylik.